Bugungi obzor o'zi hammani qiziqtirayotgan invertor generatorlar to'g'risida. Bu generatorlar o'zi ekonomichniy и ovozi past hisoblanadi. Bu generatorlar o'zi 1 kilovatdan 9 kilovatgacha bo'lgan pozitsiyalari mavjud. Generatorlarning afzallik tomoni ekonomichniy bo'ladi 100%. 5 kilovatli generator o'zi soatiga polniy nagruskada atiga 8 gram расход qiladi. 9 kilovatli generator o'zi esa soatiga atiga 1,5 litr расход qiladi. Bu 100% ekonom degani. Generatorlar o'zi absolyutni 92 benzinda ishlaydi. Generatorlar o'zini основной xonadonlar xarid qilishadi. И ovozi umuman xush ko'rmaydigan odamlar xarid qilishadi. Generatorlar o'zini afzallik tomoni avtomatik bo'ladi, yana distansiyon upravlение pulti ham bor. Bu pult nima uchun kerak? Dangasa odamlar, erinchoq odamlar uchun juda ham qo'l keladi. Divanda o'tirib olib, pultni bunday bosib olsa bo'ldi. Generator o'zi xuddi shunaqa zavod bo'lib, mash ovozdan baland ovoz chiqaradi. Generatorga ham bitta pultini bosib, o'chirib qo'yaverasiz.